Massaj akademiya bilimi zo'r! Mana bugun O'zbekiston Toshkent shahrining barcha tumanlaridan, barcha viloyatlaridan niyat qilib kelgan navbatdagi shogirdlarimga bugun dunyo bo'yicha, dunyo miqyosiga, standartlarga loyiq, talablarga javob beradigan eng kuchli bilimlarni berishdan tashqari, hattoki Toshkentda eng kuchli tasdiqlangan massaj akademiyasining o'z litsenziyasiga ega bo'lgan sertifikat hamda diplomlar bilan taqdirlayman, tabriklayman qizlar. Katta hayotga qadam qo'yayotgan mushtariyonini tabriklayman. Yangi kasblaringiz muborak bo'lsin. Hozirgi kundagi ayol va qizlarimizga eng yaxshi bo'lgan kasblardan biri massaj sohasini egallagan Arif Xo'jayeva Nazokatni tabriklayman. Endi uy bekasi men Andijon shahrida ham shogirdim yo'q deb hech ham xafa bo'lmayman. Sababi mana Suyunbekova Ziyodaxon opamizdan tabriklayman. Sababi bu kasbni o'rganishi yoshini ahamiyati yo'q bilinglar. Navarali bo'lib turib ham o'qib shu kasbni egalladi. Tabriklayman Ziyoda opa. endi qartvoradi deb o'ylamang. Motivatsiya bo'lsin boshqa. Ayol va qizlarga yoshlar hozir orqada qolib, mana navaraliman u demasdan chiroyli kasb hunari egallayaptilar. Tabriklayman. Navaraliga ham o'xshaminglar o'zasi. Aripova Shahnoza o'z massaj sentrlari ega bo'lsalar ham yana malaka oshirib, yanada kuchli bilimlarni olgan holda mana yana reabilitatsiya kursini tamomladilar. Tabriklayman. Mashg'ullarimizdek ochilib yuring, ochilib yuring. Har doim shunaqa chiroyli bo'lib, martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin. Sizni shunaqa xushchaqchaq bo'lganingizga, mana shu bizani motivatsiya qilib, har doim bizani qo'llab-quvvatlaganingizga o'zi kelganmiz. Yani bolalaringizga baxtli bosh bo'ling o'zingiz. Rahmat kattakon, ancha chiroyli. Женская solidarность degan narsa bor. Bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Kasb hunar o'rgandinglar, bu yog'iga qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol xizmatdaman, kapitan Kiloviya to'g'ri deydi.